Salom hammaga, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bugun bizda dimlama ishga ketishdan oldin dimlama qilamiz. Ketdik. Oldin qo'rqmas edim. Endi esa juda ham qo'rqaman. Yo'q, o'limdan emas. Farzandim mensiz qolishidan qo'rqaman. Uni kichik qo'llari meni qo'llarimni izlab, topolmay azob chekishidan qo'rqaman. Bir narsa bir marta qilinganida buni xato deb hisoblab o'tib ketaman. Ammo bu takrorlansa, or-nomusimni oyoq osti qilinishi deb qabul qilaman. Va o'shanda yo'qotish men uchun ahamiyatli bo'lmay qoladi.